Yig'ilishimizni davom ettiramiz, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Navbatdagi kun tartibi bo'yicha sizlarni tanishtirib o'taman. Jondor tumanida 2026-yilda mahalla infratuzilmasini yaxshilash orqali xizmatlar sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlariga shart-sharoitlar yaratish va aholi bandligini ta'minlashga turtki beruvchi loyihalar to'g'risida tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi mas'ul xodimi Rajabovga shu masala bo'yicha o'zingiz hisobotingizni berishingizni so'rayman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari tomonidan 2026-5 fevraldagi hududlarni yondashuvini asosan rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror o'rinlarda yaratish hamda kambag'allik tadbirkorlarni to'g'risidagi PK 49 qaror qabul qilingan. Unga ko'ra mahallalarda mahalliy xususida infratuzilmani yaxshilash va tadbirkorlikni rivojlantirish. Unga ko'ra yuqoridagilarga asosan iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan kelishilgan loyihalar amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq xarajatlar va davlat byudjetidan ajratiladigan mablag' tuman kengashi qarori asosida ishlatilishi belgilangan. Unga ko'ra ikkita mahalla belgilab olingan. Oqshiq mahallasi va Romish mahallasi belgilab olingan.